Doktor Shohiyusupov o'z bolalarni qanday tekshiradi? Xo'p, bolalarni kirib kelishidan, habitusdan deydi, kelishidan boshlab tekshiruv, tashxis boshlanadi va kelganda shikoyatlar eshitiladi. Shikoyatlari va keyin esa bolg'achamiz bilan nevrologik ko'riklar, ko'rishi, harakati, muvozanati, sezgisi, boshqa umumiy nevrologik ko'riklar hammasi jamlanib, qaysi apparat tekshirish kerakligi aniqlanadi. Agar bolada nutqiy rivojlanishdan orqada qolish, sudurga moyillik, sudurgilar yoki aqliy rivojlanishdan orqada qolish belgilari kuzatilsa yoki autizm elementlari kuzatilsa, unda EEG tekshiruvini tavsiya qilinadi. Agar bolada DTSP, harakat rivojlanish orqada qolishlari, mikrosefaliya yoki gidrosefaliya xavflari kuzatilsa, unda MRT tekshiruvi tavsiya qilinadi. Va boshqa holatlarga qarab laborator tekshiruvlar ham amalga oshiriladi va shularni hammasini jamlagan holatda to'liq bir tashxis qo'yiladi. To'g'ri va aniq qilib berilgan tashxis va davom muolajalari bolani qisqa vaqtda yaxshi natijaga chiqishiga sabab bo'ladi.